Rivoyatlarga ko'ra, qadim zamonda afsonaviy kung fu jangchisi bo'lgan ekan. Uni ta'rifi tillarda doston bo'libdi. Jangchi dunyo bo'ylab darbadarlik qilib, o'ziga munosib raqibni izlarkan. Ishtahalar karnayku. Meni mushtumimni ham bir tatib ko'rchi. Jangchi bir og'iz ham so'z aytmabdi. Chunki mashoyixlar avval taom, badas kalom deyishgan ekan. Luqmani yutib shunday debdi. Ko'p gap eshakka yuk. Qani ishga kirishamiz. Jangchi juda shafqatsiz va chaqqon bo'lib, mushtini yegan kimsa qaytib tura olmas ekan. Tavba qildim. Bunaqasini ko'rmaganman. Juda kelishgan ekanmi? Sizni qanday qilib rozi qilamiz? E'tiboringiz uchun bizda xizmat beminnat. Bir o'zi butun boshli lashkarga bas kela olar ekan, chunki u juda ham epchil ekan. U yomonlarga dahshat solib, qolganlarda muhabbat uyg'otar ekan. Xitoyni manaman degan jangchilari ham buyuk jangchini san'atiga qoyil qolib, oldida bosh egib hurmat bajo keltirishibdi. Qanday jang qilamiz? Ustasiga baribir. Lekin zamon og'ir bo'lib, bir daqiqa ham dam olishga vaqt yo'q edi. Ko'kkoqdan kelgan 10 mingta devlarga bas kelish shart edi. Ularni yengishda faqat birgina narsa muhim edi. Tur o'rningdan. Ishga kech qolasan. Nima? Voy.